Assalomu alaykum Razoqov media kanalining podpischiklari, Razoqov shahrining turg'unlari, ayimdar janob mirzolar, sizlarga mana ko'pchilik podpischi aka-ukalarimiz talablariga binoan Moskva shahridagi aeroportlarni video syomka qilib chiqaring deb iltimos qiluvdilar. Aka-ukalarimiz talablariga binoan ko'rib turgandek Moskva shahri Sheremetyevo aeroport, Moskvaning eng katta aeroportlaridan biri desak ham bo'ladi. Ko'rib turgandek aeroportda ichida hammasi tinch, chotki, hech qanaqa problemalar yo'q. Kelib hozir qo'rqmasdan Sheremetyevo aeroportlarida uchib ketsanglar bo'ladi. Do'stlar, videomizda yanicha ko'rsangizlar, kirib qo'ldan kelgancha mana registratsiyadan o'tayotgan jarayonlarimizni, samolyotga minayotgan jarayonlarimizni hammasini sonur qilib, video obzor qilib ko'rsatib o'tishga harakat qilamiz. Do'stlar, mana bismillahirrohmanirrohim deb aytib o'tganimizdek, Sheremetyevo aeroport terminalisidan registratsiyadan o'tib olib, mana ko'rib turgandek bu yoq tomonda Kafe Uzbekskaga kelib, bu yerda mana choy poylarni ichib dam olib o'tiramiz. Sheremetyevo aeroportda hammasi tinch, chotki. Bu yoq tomonda ko'rib turgandek Kafe Mania bor. Bu yoq tomonda Kafe Uzbekska, bu yoq tomonda ham mana svejiy issiq nonlarni, patirlarni pishirib sotadilar. Hammasi chotki. Biz mana ko'rib turgandek aeroport ichida mana mashinchalar ham bor. Do'stlar, sizlarga video yoqsa, обязательно shu videoni astiga birdan like bosib, mana shu videoni Rossiyaga ketayotgan aka-ukalarimizga jo'natib qo'ysanglar bo'ladi. Qo'rqmasdan kelib aeroportdan uchib ketsalar bo'ladi, uchib kelsalar bo'ladi. Hammasi chotki, hech qanday problema yo'q.